Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan algebra kasrlarni boshlaymiz. Demak, suratda A 4 ta, 6 ta, jami 10 ta ekan A suratda. B 9 ta ekan. Mahrajda A 4 ta ekan, B 5 ta ekan. Endi savol, tepada A 10 ta, pastda A 4 ta. Tepada A 6 ta ko'p. Tepada B 9 ta, pastda B 5 ta. Tepada B 4 ta ko'p. Navbatdagi savol. Qavs ochib olamiz. X plus 2x 3 ga ko'paytiramiz 6 taqsim x plus 2. Xo'p, endi 3x plus 6 bo'ladi taqsim x plus 2. 3 ni qavsdan tashqariga olib chiqadigan bo'lsak, x plus 2 lar qisqarib javobimiz 3 qoladi. Mana bu ikkalasidan a ni olib chiqib ketamiz qavsdan tashqariga. A plus b bo'ladi. Bu ikkalasi birgalikda a plus b ni tashkil qiladi. Shunda ikkalasidan ham a plus b ni olib chiqib ketadigan bo'lsak, bu yerda o'rnida 1 qoladi. A plus b qavsida a plus 1. Xo'p, endi past uchun, mana bu uchun b ni olib chiqib ketamiz. B ni olib chiqib ketsak, qavsida b plus a. Ikkalasidan b plus a ni olib chiqib ketsak, bu yerda ham 1 qoladi. Demak, b plus a qavsida b plus 1. Bular qisqarib ketdi. A plus 1 taqsim b plus 1. Xo'sh, a plus b 3 ga teng deb savol berilgan ekan. Bizda endi a plus b 3 ga teng bo'lsa, buni hisoblashimiz kerak bo'lar ekan. Deylik, xadma-xad bo'lib olsak bo'ladi. Yoki aytaylik, mana bu 9 o'rniga 9 o'zi kvadratga oshirsak 9 da endi bu. Ya'ni a kvadrat plus b kvadrat minus a plus b ning kvadrati. 9 bunga teng, 9 o'rniga olib borib qo'yapmiz buni. Xo'sh, endi yoyib boradigan bo'lsak va minusga ta'sir qilishi ham inobatga olishimiz kerak. O'zi formula a kvadrat plus b kvadrat plus 2ab plus b kvadrat. Bu yerda minus ta'sir qilsa mana shu ko'rinishga keladi. Demak, bu minus 2ab ni berar ekan. Mana bu minus 2ab bo'ladigan bo'lsa, a bilan qisqarib ketsa, minus 2 ga 2 ni qo'shsak 0 bo'ladi javobimiz. B variantiga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, ikkalasidan sin olib chiqib ketamiz. Bu ikkalasidan sin olib chiqib ketsak, qavsida a minus b. Bu ikkalasidan aytaylik a ni olib chiqib ketaylik. A ni olib chiqib ketsak, qavsida s minus d. Bu ikkalasidan deylik minus b ni olib chiqib ketaylik. Qavsida yo'q, o'xshamayapti bu. Bu o'xshamayapti do'stlar. Xo'p, ikkalasidan s ni olib chiqib ketaylik, a minus b qoladi. Bu ikkalasidan d ni olib chiqib ketaylik, a minus b qoladi. Ana bu bo'ladi. Tepa bu yerda endi a minus b ni olib chiqib ketiladigan bo'lsa, s plus d, suratda esa a minus b. Bu endi qisqartirilsa s taqsim s plus d. Bu b variantiga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, keyingi savol, tepada s ko'paytirish formulasi bo'yicha a minus 7 va a plus 7 ko'rinishda yozamiz. Pastda esa 7 ni qavsdan tashqari olib chiqib ketsak, a minus 7 bo'ladi. Qisqargandan keyin a plus 7 taqsim 7. Xo'sh, endi bu savol. Bu yerda birinchi qavs ichini bajariladi. Demak, a plus 1 bo'ladi. Taqsimi bo'luv bo'lsa, nima bo'lardi? Ko'paytiruv o'rni almashgan holda a mana bu tepada, a minus 1 esa pastda bo'ladi. Javobimiz a plus 1 taqsim a minus 1. Hop, keyingi savolga o'tib oladigan bo'lsak, bu yerda s minus d bilan d minus c o'rni almashgan. Buni ham s minus d deb yozaylik. Faqat o'rni oldin minus bo'lsin. Shunda s kvadrat minus d kvadrat s minus d ko'rinishda bo'lsin. Endi s minus d s plus d ko'rinishda yozsak bo'ladi. Mahrajdagi bilan qisqarib ketsa, s plus d ni o'zi qolar ekan. Xo'sh, bu yerda endi a taqsim b 72 ga teng. Ya'ni buni bu tarafga bo'lishga o'tkazdik. Bu ham xuddi shunday yozib olsak bo'ladi. A taqsim b plus b taqsim b. Mana buni o'rniga 72 yozsak, plus 1 javobi 73. Xo'p, tepa mana bu suratimiz 2y minus 1 kvadratini eslatyapti. Pastdan 2 ni olib chiqib ketsak, 1 minus 2y bo'ladi. Ikkalasi shunday qisqargandan keyin o'rni almashib turibdi. Shuning uchun minuslik bo'ladi. Minus 1 minus 2y taqsim 2 desak ham to'g'ri bo'ladi.
Hop, endi keyingi savol. Bu yerda endi nima qilamiz? Bu yerda do'stlar 1020 va a kvadrat minus b kvadrat bo'lgancha 1020 minus 1000, 1020 plyus 1000 ko'rinishda yozib olamiz. Mahrajga keladigan bo'lsak, 525 minus 485 va 525 plyus 485 ko'rinishda yozib olamiz. Shunda mana bu 20 bo'ladi. Pastda esa bu 40 bo'lar ekan. Bu bilan buni qisqartirsak, bu yerda 1 qoladi, bu yerda 2 qoladi. Tepa 2020 bo'lsa, past bu o'zi 1001 2 ko'paytirsa 2020 bo'ladi. Bu ham javobimiz 1. Bu variant. Hop, keyingi savol buni bo'luv bo'lsa teskari qilib yozishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 2a plyus b taqsim 26 a kvadrat o'zi. Tak, bu bilan buni qisqartirsak taqsim 2 bo'ladi. 2a plyus b taqsim 2. C variantga to'g'ri keladi. Hop, keyingi savol. Bu yerda x qavsni tashqari chiqarsak a minus b bo'ladi. Bu yerdan y topib chiqib ketsak, qavs ichida a minus b bo'ladi. Ikkalasida ham a minus b bor. X plus y a minus b bo'ladi. Mahraj desa b minus a. Ikkalasi qisqarib ketadi-yu, o'rni almashgani hisobidan, ya'ni a minus b va b minus a ko'rinishda turibdi. O'rni almashgani hisobidan shu ko'rinishda bo'ladi va minus qavs ichiga ta'sir qilsak, minus x minus y d variantga to'g'ri keladi. Hop, endi bu yerda do'stlar darajasi eng kichkinasi qavsdan tashqari chiqadi. Surat uchun darajasi eng kichkinasi bu 100 bo'lar ekan. Demak, 100 bo'lsa 1 qoladi. Ani birinchisi va ani ikkinchisi. Mahrajga tushadigan bo'lsak, ani 99-darajasini olib chiqib ketiladigan bo'lsa, 1 plyus a kvadrat deydi. Bular qisqarib ketadi-yu, tepada a 100 ta, pastda 99 ta, demak, umumiy hisobda bitta qoladi. Hop, endi qisqa ko'paytirish formulasiga ko'ra buni yozsak bo'ladi. 2y minus x va 2y plyus x. Mahrajga keladigan bo'lsak, mahraj bu x minus 2y ning kvadrati. Hop, bu bilan buni qisqartirib yuboramiz va o'rni faqat almashish kerak. 2y minus x ko'rinishda bo'lishi kerak. Javobimiz ham shu ko'rinishda bo'ladi. Tepa 2y plyus x bo'lsa, past 2y minus x bo'ladi. B variantga to'g'ri keladi. Keyingi savolga o'tib olamiz. Demak, bu yerda a kvadrat minus 9, a kvadrat minus 9 haqida gaplashadigan bo'lsak, demak buni yoyib olsak bo'ladi. 2a minus 3 va a minus 3, a plyus 3 ko'rinishda yozyapmiz. Qisqartirgandan keyin esa do'stlar minus ta'sir qiladi. 2a minus 3 minus a plyus 3. Uchlar ketadi. 2a dan a ayirsak, demak a ni o'zi qoladi. Shunda b variantimizga to'g'ri kelar ekan. Hop, mahrajda 150 ni olib chiqib ketamiz qavsdan tashqariga. Qavs ichida 72 plyus 128 qoladi. Tepadan esa 250 minus 50 va 250 plyus 50 ko'rinishda yozamiz. Hop, bu necha bo'ladi? Bu 200 bo'ladi. Bu bilan mana bu ketdi. Tepada 250 300 bo'lyapti, pastda 150. Demak, bu bilan bu ham ketsa 2 degan javob qoladi. Endi mana bunga e'tibor beradigan bo'lsak, bu y minus 4 kvadrat. Mahrajda esa 4 minus y. Qisqartiramiz bittasi bilan bittasi va 4 minus y qoldi desak bo'ladi. Hop, endi y o'rniga 3 1 3 top degan, ya'ni 1 ayrilgan 1 taqsim 3 ko'rinishda bo'ladi. 2 taqsim 3 degan javob. Hop, keyingi savol 6x 7x. Demak, 3x ni qavsdan tashqari chiqarib yuborsak, bu yerda 2x plyus 1 bo'lsa, mahrajda 7x olib chiqib ketadigan bo'lsak, 2x plyus 1 bo'ladi. Qavs ichilar ketsa, 3 taqsim 7 darajasi x bo'ladi. Hop, bundan endi 3 ni olib chiqib ketsak, 2a minus 3 bo'lsa, pastdan 2 ni olib chiqib ketsak, bu yerda ham 2a minus 3 bo'ladi. Javobimiz 2 taqsim 3 taqsim 2 degan variant bo'lar ekan. Navbatdagi testimizga o'tib oladigan bo'lsak, surat bizga qisqa ko'paytirish formulasini beryapti. X minus 4 kvadrati. Mahraj esa bu minus 12 bilan 4 beryapti. Demak, x plus 12 va x minus 4 ko'paytirishda ko'paytuvchiga ajratamiz. Suratda x minus 4 qolsa, pastda x plus 2 12. Endi bu C variantga to'g'ri kelyapti-da. Tepadan a ni qavsdan tashqari olib chiqib ketsak, bu a kub bo'lib chiqib ketadi. B minus a ni 3-darajasi. Pastdan b ni olib chiqib ketadigan bo'lsak, b kub bo'lib chiqadi-yu, bu yerda ham a minus b ni 3-si bo'ladi. O'rni almashgani hisobidan oldiga minus tushsa, minus a kub minus b kub ko'rinishda bo'lar ekan. Minus a kub taqsim b kub bo'lar ekan.
Xo'p, endi bu yerda aytyaptiki, 2a va b ko'rinishda yozsak, qo'shsak to'g'ri keladi. Shunda x minus 2a va x minus b deb yozsak to'g'ri keladi. Pastga keladigan bo'lsak, bu 2a va 3b. O'zi yozib qo'yibdi mana bu yerda 2a va plus 3b. X minus 2a bo'lsa, x minus 3b bo'ladi. Ikkalasi qisqargandan keyin x minus b va x minus 3b ko'rinishidagi javob to'g'ri kelar ekan. Buni ham endi qisqa ko'paytirish kvadrat 3 xatni ko'paytuvchiga ajratamiz. Minus 3 bilan 4 bo'lsa, demak x plus 3 va x minus 4 ko'rinishda yozsak bo'ladi. Bunga keladigan bo'lsak, minus 5 u 4, bu bizga x plus 5 u x minus 4 bildiradi. Ikkalasini qisqartirgandan keyin esa D variantini to'g'ri ekanligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda nima qilamiz? Bu yerda endi qisqa ko'paytirish formulasidan yana bir marta foydalanamiz do'stlar. Ikkalasidan 750 minus 500 va 750 plus 500 dan foydalansak bo'ladi. Shunda bu 250 ko'paytirilgan 1250 bo'ladi. Ikkalasi 250 ni kvadrat. 250 kvadratini qavsini tashqari chiqaradigan bo'lsak, 250 ni aniqroq. 1250 ayrilgan 250 bo'ladi va 250 ko'paytirilgan 1000 bo'ladi. Mahrajda bizni 500 kutib turibdi. 500 kutib turgan bo'lsa, bu bilan buni qisqartirsak 2, javobimiz ham 500 bo'lar ekan. 6-savol A taqsim B 4 ga teng deyapti. Demak biz deylik hammasini B ga bo'lib o'ramiz. Shunda 3 A taqsim B 4 va 2 A taqsim B. Suratni ham, mahrajni ham B ga bo'lib o'ryapmiz. Maqsadimiz A taqsim Bni hosil qilish. Endi A taqsim Bni o'rniga 4 ni qo'yib o'ramiz. 3 ko'paytirilgan 4 plus 4, 2 ko'paytirilgan 4 plus 7. Tepa 10, 2 16 bo'lsa, past 8 15. 16 taqsim 15. Xo'p, bu ikkalasidan qavsni tashqari chiqaramiz. Ani bundan bu o'zi tayyor turibdi. Tepani esa a ni kvadrati minus 1 ni kvadratidan foydalansak, a kvadrat minus 1 va a kvadrat plus 1 bo'ladi. Xo'p, pastga yuboradigan bo'lsak, a kvadrat a plus a kvadrat olib chiqib ketadigan bo'lsak, a plus 1 bo'ladi. Bu ham a plus 1 ni beradi. Ikkalasidan yana a plus 1 olib chiqib ketadigan bo'lsak, qavscha yana a kvadrat plus 1 bo'ladi. Xo'p, bu bilan bu qisqarib ketsa, bu bilan bu ham qisqarib ketsa, bu yerda a minus b qoladi ekan. Demak, B variantiga to'g'ri keladi. Xo'p, bunda endi qisqa ko'paytirish formulasidan foydalansak bo'ladi. Mana bu ikkalasini ko'paytmasi bunga teng bo'ladi. Demak, bunga x plus y dan, chunki minusligi, bunda esa x minus y dan, bunga esa bittadan. Xo'p, x ko'paytirsak x kvadrat va x y ko'paytirsak x y deb yozamiz. Mana endi minus y ekanligini inobatga olamiz. Minus x y va minus y da y ko'paytirsak plus y kvadrat minus 2y kvadrat taqsim x kvadrat minus y kvadrat. Xo'p, endi bundan keyin bu bilan buni qisqartirsak bo'ladi. Y kvadratdan 2y kvadratni ayirsak, ya'ni javobimiz 1 ga teng bo'lar ekan. Endi bu C variantini ko'rsatadi. Xo'p, 9-savol. Demak, a kvadrat minus 2a buni biz a minus 2b a plus 2b ko'rinishda yozsak bo'ladi. Unda pastdagi bilan bunisi qisqaradi. Buni yoyadigan bo'lsak, a minus 2b va a kvadrat plus 2ab plus 4b kvadrat bo'ladigan bo'lsa, bu bilan bu ham qisqaradi. Demak, mana shu ikkalasini bir-biridan ayirishimiz kerak. Minus ta'sir qilishini inobatga olsak, demak, a plus 2b minus a plus 2b ko'rinishda bo'ladi. 4b degan javob kelib chiqadi. Bu endi D variantiga to'g'ri keladi. Xo'sh, bu yerda x minus y suratni o'zini yozamiz. Pastda esa x minus 1 va x plus 1 ko'rinishda yozamiz. Tepadan x ni qasini tashqari chiqarsak x plus 1 bo'ladi. Pastdan 5 olib chiqib ketsak x minus y bo'ladi. Xo'p, x plus 1 bilan bu qisqaradi, x minus y bilan bu qisqaradi. Demak, suratda qoladi x, mahrajda qoladi 5 x minus 1. Endi B variantini ko'rsatib turibdi. 11-savoldachi. 11-savolda bu ikkalasidan endi 2 ni olib chiqib ketamiz. 2 ni olib chiqib ketsak B plus 1 qoladi. Bu ikkalasidan 3 olib chiqib ketamiz. B plus 1 qoladi. Yana B plus 1 olib chiqib ketadigan bo'lsak, 2a plus 3 qoladi. Hop, pastda 2 ni olib chiqib ketamiz bu yerda ham. 2 ni olib chiqib ketsak, yana B minus 1. B minus 2. Bundan 3 ni olib chiqib ketsak, yana B minus 2 bo'ladi. Ya'ni yana hali aytganimizdek, bu yerda ham B minus 2 ni olib chiqib ketiladigan bo'lsa, bu holda 2a plus 3 bo'ladi-da. Bu qisqarib ketgandan keyin B plus 1 va B minus 2 ko'rinishdagi C variantiga ega bo'lamiz. Xo'sh, endi mana bu ikkalasini o'rni almashtiramiz. X minus 5 o'rni almashtirsak, faqat mana bu manfiy bo'lishini inobatga olishimiz kerak bo'ladi. Agar bu manfiy bo'ladigan bo'lsa, x kvadrat minus 25 bo'ladi. Chunki minus 15 dan o'rni ayirishimiz kerak bo'ladi. Bu yana qisqa ko'paytirish formulasi bo'yicha bitta plus bitta minus qilib yozadigan bo'lsak, mahrajda minus turganini inobatga oladigan bo'lsak, demak javobimiz plus turgani qoladi.
Xo'p, buni pastdan x hisob chiqib ketamiz. Tepani o'zini to'g'ri yozib qo'yamiz. X minus 2 qisqa ko'paytirish formulasi bo'yicha yoyadigan bo'lsak va pastdan x hisob chiqib ketadigan bo'lsak, holda buni ko'rinishi ana shunaqa bo'ladi. Bu qavs bilan bu qavs ketdi. Ko'paytiriladi. Teskari 2x taqsim x minus 2. Bu bilan bu ham ketgandan keyin x bilan x ketgandan keyin toza 2 javob qolar ekan. Bu variantga tushadi. Hop, buni ham a kub minus b kub bo'yicha yoyadigan bo'lsak, ya'ni 48 ni a deb belgilasak, 20 ni b deb belgilasak, 28 ni a minus b deb belgilasak bo'ladi. Shunda a kub minus b kub, pastda esa a minus b bo'ladi. Bu yerda davomida esa minus a kvadrat minus b kvadrat turibdi. Hop, a kub minus b kubni yozaveramiz. A minus b a kvadrat plus ab plus b kvadrat. Mahrajga tushadigan bo'lsak, a minus b va bundan endi a kvadrat minus b kvadratni olib tashlaymiz. A minus b lar ketdi. A kvadrat bilan a kvadrat ketdi, b kvadrat bilan b kvadrat ketdi. A bilan b ni ko'paytmasi qoldi. A bilan b ni ko'paytmasi 960 bo'ladi. Ya'ni 48 ga 20 ni ko'paytiryapmiz. Tepadan x ni olib chiqib ketsak, x kub minus 1 bo'ladi. Pastdan 2 ni olib chiqib ketsak, x kvadrat plus x plus 1 bo'ladi. Mana buni yoysak bo'ladi endi. X minus 1 x kvadrat plus x plus 1 deb yoysak bo'ladi. Pastdagi bilan qisqarib ketadi ikkinchi qavsimiz va shunda javobimiz shu ko'rinishga keladi ekan. Bu endi C variantini eslatyapti. 16-savolga to'xtaladigan bo'lsak, 16-savol x kub minus y kubni yoyaveramiz. X minus y x kvadrat plus xy plus y kvadrat mahrajga keladigan bo'lsak, x minus y va x plus y. Bo'lib bo'lganda teskari yozardik. Teskari yozyapmiz mana. X kvadrat plus xy plus y kvadrat. Bu bilan bu qisqarib ketdi, bu bilan bu qisqarib ketdi, bu bilan bu qisqarib ketdi. Xullas javob 1. n ning nechta natural qiymati ifoda natural son bo'ladi deyapti. Endi 5 ta n ga bo'larsak 5, 18 n ga bo'lsak 18 n. n ning nechta natural qiymati demak, n natural son bo'lishi kerak. 1 2 18 ni bo'luvchilarga yozib chiqaman. 6 9 18. Mana. Endi o'rniga 1 bersak natural son bo'ladimi? Bo'lmaydi. Chunki 1 bersak 18 bo'ladi. 5 ta 18 bersak minus 3. 2 bersak bu ham bo'lmas ekan. 3 bersak 6, 5 18 ni 3 ga bo'lsak 6, 5 dan 6 bersak minus 1. Natural son bo'lishi kerak degan. Bu natural son bo'lmayapti. 6 bersak 3 bo'ladi, to'g'ri kelar ekan. 9 18 bo'lar ekan. Jami 3 ta qiymatida to'g'ri kelar ekan. Xo'p, endi bu yerda ham xuddi shu ishni qilamiz do'stlar. A deb belgilab olamiz. 11 ni a deb belgilab oladigan bo'lsak, 19 ni b deb belgilab olamiz. Shunda a kub plus b kub birinchi va 121 va a ni kvadrat minus mana ab plus b kvadrat. Buni yoyib yuboradigan bo'lsak, a plus b a kvadrat minus b plus b kvadrat. Mahraj esa a kvadrat qisqarib ketdi-da. Xullas a plus b qoldi. A plus b degan 30 degan. Ikkinchisiga keladigan bo'lsak, buni ayiramiz, buni qo'shamiz. 73 ayirgan 23 va 73 qo'shilgan 23. Mahrajda 96. 96 bilan buni tozalab tashlasak bo'ladi. 70 da 23 ayirsak 50. Endi 30 dan 50 dan ayirishimiz kerak. Minus 20 degan variant kelib chiqadi. Keyingi savolga o'tib oladigan bo'lsak, ifodani soddalashtiring. Umumiy mahraj x y bo'ladi bu yer uchun. Bu uchun x, bu uchun y. Demak, x kvadrat minus y kvadrat ko'paytirgan 2x y bu bo'luv ekan. Teskari qilib yozib oldik. Mana bu kasrda x plus y. X ylar ketdi. Bu bilan buni ketkizsak minus y qoladi. 2 x y, ya'ni javobimiz A varianti. Xo'p, endi bu yerdan nimani olib chiqib ketamiz? Bu yerdan x olib chiqib ketsak, bu yerdan b ni olib chiqib ketsak bo'ladi. X olib chiqib ketak, a ni olib chiqib ketyapmiz. A plus x, b ni olib chiqib ketsak, bu yerda yana a plus x. Ikkalasidan ham a plus x olib chiqib ketadigan bo'lsa, bu holda bu yerda a plus b qoladi. Mahrajga tushib oladigan bo'lsak, bu yerdan olib chiqib ketamiz a ni. Shunda a minus b qoladi. A x olib chiqib ketadigan bo'lsa, bu yerdan a minus b qoladi. Ikkalasidan ham a minus b ni olib chiqib ketadigan bo'lsak agar, a plus x qoladi ekan. A plus x bilan buni qisqartirsak, tepada a plus b, pastda a minus b bo'lar ekan. Hop, a plus b ning yig'indisi nimaga teng? Ya'ni 51 taqsim 101 ni 50 taqsim bunga bo'lsak, bu 101 taqsim 101 bo'ladi. Ya'ni 1 bo'ladi bu. Hop, va ayirsak esa 1 taqsim 101 bo'ladi. Bular javobimiz 101 bo'lar ekan. Buni ham qisqartirsak. Navbatdagi savolga o'tib olamiz. Ifodani soddalashtiring deyapti. Bunga a kvadratdan, bunga b dan beramiz. Shunda a kub plus b kub. Mahraj esa a kvadrat b. Bu yerda ham xuddi shunday b kub plus a kub taqsim a b kvadrat. Ko'paytirilgan a plus b taqsim b. Bu yerda a plus b taqsim a. Hop, bu bilan buni qisqartirsak bo'ladi. Bu bilan buni qisqartirsak bo'ladi. Endi
a kvadrat bilan mana bu a kvadrat ham ketadi. B kvadrat bilan bu b kvadrat ham ketadi. Xullas javobi tayyor 1. Endi bu yerda mahraj beradigan bo'lsak, bunga y dan, bunga x dan, bu yerda ham y dan, x dan. Xullas, nima bo'ldi tepa? Y minus x ekan, sorry. Y minus x, x sigirlarni qisqartirsak, y plus x bo'ladi. Yig'in desa 5 taqsim 6 ekan, ayirmasi esa minus 1 taqsim 6 ekan. Xullas, javobimiz minus 1 taqsim 5. B. 3-savol. Bunga ab kvadrat bo'lsa, demak a kvadratdan beradigan bo'lsak, b. Bunga esa a bo'ladi. Demak, a plus b taqsim mahrajda a kvadrat b kvadrat ko'paytirilgan. Bunga b kvadrat, bunga a kvadrat. B kvadrat minus a kvadrat taqsim a kvadrat b kvadrat. Faqat bo'luvdi, keyin ko'paytirishga o'tkazib olamiz. Tak a plus b mahrajda a kvadrat b kvadrat, a kvadrat b kvadrat va mana buni birato'la yo'yib olamiz. b minus a yu b plus a. Shunda bu bilan bu qisqarib ketadi, bu bilan bu qisqarib ketadi. Javobimiz 1 taqsim b minus a degan variant C variantiga to'g'ri keladi. Xo'p, keyingi savol bu yerda ham mn deb bersak, bunga m dan, bunga mn dan, bunga n dan. Demak, m kvadrat minus 2mn plus n kvadrat taqsim mn ko'paytirilgan. Ya'ni m kvadrat, pastda esa m minus n. Xo'p, bu bilan buni qisqartirsak, bitta m qolar ekan tepada. Mana bu bilan buni qisqartirsak bo'ladi. M minus n qoladi. Demak, javobimiz mn minus n kvadrat. Ya'ni n ni ham bunga ko'paytiramiz. Yo'q. M edi, m qoldi faqat. M ni ko'paytirar ekanmiz. M ni ko'paytirsak m kvadrat minus mn bo'lar ekan. Demak, A variantiga to'g'ri kelgan javobimiz. Xo'p, bu nima bu? Bu 1 taqsim x. Sonni manfiy darajasi buni teskari yozish bildiradi. Bu ham 1 taqsim x plus y. Bu mahraj x plus y taqsim x y. Xo'p, endi 1 taqsim x plus y. Qisqarib ketsa 1 taqsim x y. Bu variant. Tepadan eng kichik narsani olib chiqib o'tamiz. Demak, x minus 6 ni olib chiqib o'tadigan bo'lsak, x minus 8 mi? X minus 8 olib chiqib o'tsak, x kvadrat x plus 1. Pastdan x 7 ni olib chiqib o'tsak, x kvadrat plus x plus 1. Bu bilan bu qisqarib ketdi. Hop, x minus 15 bo'ladi. Minus 8 dan 7 ni olib tashlaymiz. Ha, variant. Hop, keyingisi. Bundan endi x olib chiqib o'tadigan bo'lsak, x kvadrat minus 9 bo'ladi. Buni esa x minus 3 kvadrat ekanligini ko'rib turibsiz. Hop, bu yerda x plus 3, bu yerda x. X plus 3 dan 2x ayirsak 3 minus x bo'ladi. Mahraj esa x plus 3 bo'ladi. Hop. Buni yoyib oladigan bo'lsak, ya'ni mana bilan bittasi ketdi, oldiga minus chiqdi. Bu x bilan x ham ketdi. Xo'sh, mana bu ikkalasini ko'paytmasi mana bunga teng. Javobimiz minus 1. Tak, buni ko'paytirib boramiz. Ikkalasini ko'paytirsak, x kub bilan x kub minus ketadi, y kub qoladi. Bu yerda esa x kub qoladi. Mahrajda esa x kvadrat minus x y plus y kvadrat. Hop, buni yoyib oladigan bo'lsak, x plus y o'zi qoladi. Chunki mana bilan ikkinchisi qisqarib ketadi, ikkinchi havz. Xo'sh, endi bu B variantiga to'g'ri keladi. 9-savol. 27 tak 3x ni a deb belgilab olsak, 9x imiz a kvadrat, 27x imiz esa a kub bo'ladi. Yaxshi, a kub minus 1 a kvadrat plus a plus 1. Bo'lingan a minus 1 va a plus 1. Hop, buni yoyib olamiz. A minus 1 a kvadrat plus a plus 1. Mahrajda esa a kvadrat plus a plus 1. Va teskari yozamiz a plus 1 va a minus 1. Bu bilan buni qisqartirsak, demak a plus 1 bo'ladi. Bitta ham xuddi shu ish bilan shug'ullanamiz do'stlar. Demak, x kubi minus 1 taqsim x kub. Bu yerda x kvadrat bo'lsa, unga x kvadratdan, bunga x dan, bunga 1 dan. Faqat endi teskariga yozishimiz kerak bo'ladi. X kvadrat tepada bo'lsa, x kvadrat plus x plus 1 bu yerda bo'ladi. Hop, bu bilan buni qisqartirsak, bu yerda x minus 1 o'zi qoladi. Bu bilan buni qisqartirsak, demak x minus 1 taqsim x o'zi qoladi. X o'rniga 3 berish kerak ekan. 3 minus 1 taqsim 3, ya'ni 2 taqsim 3. Xo'p, ABC deyapti, 0 ga teng emas deyapti. C taqsim A ni hisoblang degan. Yaxshi, bitta proporsiya bilan hal qilsak bo'ladi menimcha. 2A plus 6B plus 4C 8C bo'ladi. Endi bu 6A plus 6B plus 9C. 6 bilan qisqartirib yuborsak bo'ladi. Xo'p, 6 ham bu tarafga, buni bu tarafga olsak bo'ladi. Demak, 2A minus 6A barobar 9C minus 8C. Xo'p, minus 4A barobar C. Demak, C taqsim A so'ragan bo'lsa, minus 4 deymiz C taqsim A'ni. Navbatdagi savol. Endi bu yerda mana bu ikkalasini ko'paytmasi bunga teng. A minus 2b.
Bu esa a plus 2b. Ko'paytiradigan bo'lsak, a kvadrat minus 2ab ab plus 2b kvadrat. Aha. Minus 3b kvadrat plus ab. Mahraj esa a minus 2b a plus 2b. Hop, endi bo'lganda nima bo'ladi? Bo'lganda ko'paytirilardi. Bo'lganda teskari yozilardi. Mana bunday qilib ko'paytirilib, teskari yozilib ko'paytiriladi. 2b minus a minus b. Hop, bu bilan buni qisqartirib yuborsak bo'ladi. Faqat ishorasi minusligi inobatga olishimiz kerak. Javob minusdan chiqishini. Tak. Endi bu yerda nima bo'ladi? AB bilan bular ketdi. Bu ham ketdi. Minus b kvadrat qoladi. Demak, a kvadrat minus b kvadrat qoldi. A kvadrat minus b kvadrat qolgan bo'lsa, bu bilan buni qisqartirsak a plus 1 qoladi suratda. Mahraj esa bu. D variantga tushyapti. Xo'p, bu ikkita chekkani olamiz. X kvadrat minus y kvadrat, x minus y, x plus y deb yozamiz. O'rta ham x plus y. Ikkalasidan x plus y ga olib chiqib ketamiz. X plus y ga olib chiqib ketsak, x minus y plus 1 bo'ladi. Bundan ham xuddi shu ish qilsak bo'ladi. Faqat endi mana bu orqali do'stlar. Mana bu orqali. X kvadrat minus y minus 1 kvadrati bo'lib turibdi. Endi x minus y plus 1 va x minus plus y minus 1 ko'rinishda bo'lyapti. Bu bilan buni qisqartirsak, mana bu ikkalasi qoladi. Demak, tepada x plus y 2 ekan, pastda esa 2 minus 1. Endi javobimiz ham 2 bo'lar ekan. Bu 4 minus a kvadrat. 4 minus a kvadratni biz 2 minus a, 2 plus a deb o'rgandik. Endi mana bu 2 plus a deb beramiz. Faqat endi minusligi bilan ekan. Chunki do'stlar minus 2 minus a. O'rni almashtiribdi. A minus 2 bu yerda biz 2 minus a deb olyapmiz. Shuning uchun minus 2 minus a plus 4 taqsim 2 minus a yu 2 plus a ko'rinishda bo'ladi. 4 dan 2 ni ayirsak 2 minus a bo'ladi. Bu bilan buni qisqartiramiz. 1 taqsim 2 minus a. Hop, ko'paytirilgan a plus 2 bo'ladi. Bunga esa a plus 2 mahrajga tushadi. Bu a kvadrat plus 2a plus 1. Bu bilan buni qisqartirsak, demak javobimiz nima qoldi? 1 taqsim a plus 1 ning kvadrati bo'ldi. Endi a nimaga teng? 99 ga 99 ni 1 qo'ysak 100. 1 taqsim 100 kvadrati. 100 kvadrati 10.000. Xo'sh, buni mana shu ko'rinishda yozib yuboramiz. Demak, a kub a minus 1 plus 1 a kvadrat a minus 2 a minus 1 plus 1 mahraj ham xuddi shunday. A minus 2 a minus 1 plus 1. Bu bilan buni qisqartirib yuboramiz va a ga ko'paytiradigan bo'lsak, u holda bizda 1 plus a qoladi. 1 plus a dan a ni olsak, 1 ni o'zi qolar ekan. Keyingi savol 16-savol bo'ladi. Endi bu nima deymiz? 3 taqsim a minus 4 a plus 4 deymiz. Keyingisichi 1 taqsim a minus 4 kvadrat. Umumiy mahraj ayni paytda a minus 4 kvadrat va a plus 4 bo'ladi. Bu holda mana a minus 4 bersak, bunga a plus 4 beramiz. Qiyosga ko'rsak 3a minus 12 minus a minus 4. Hop, 3a dan a ni ayirsak 2a va minus 2 taqsim. Endi taqsim mana a minus 4 kvadrat va a plus 4 yozamiz. Endi davomidan buni yozishimiz kerak ekan. Buni bilib turibsiz, a minus 4 u a plus 4 ekanligini. Mahraj esa a minus 8. A plus 4 ketdi, a minus 4 ketdi. Tepadan 2 ni chiqarib yuborsak bo'ladi. 2 ni chiqarib yuborsak a minus 1 bo'lyapti. Pastda nima qoldi? A minus 4 qoldi va a minus 8 qoldi. Hozir mana bu yerda sal xatolik ketdi do'stlar. 3a minus 12 ekan bu va minus a minus 4 ekan. 3a dan u narsa 2a bo'ladi, minus 16 bo'lar ekan. Demak, bu yerdan 2 ni olib chiqib ketadigan bo'lsak, bu ham qisqarib ketar ekan-da. Demak, mana bu 2a minus 16. Bu bilan buni qisqartirsak, bu yerda 2 qolar ekan. Plus 2 taqsim a minus 4 qoldi. Minus 6 minus a taqsim a minus 4. Bu mahraj 2 minus 6 plus a taqsim a minus 4. Javobimiz 1. Kasrni qisqartiring degan, endi bu yerda qisqa ko'paytirish formulasini ko'rib turibsiz do'stlar. Mana bu qisqa ko'paytirish formulasini hisoblayapti. 110 ni kvadrati minus 2s minus d ni kvadrat plus d ni kvadrat. Past. Hop, bu yerdan endi 10 ni olib chiqib ketsak 10
2s plus d minus buni ham 2s plus d ni kvadrat. Hop, 10 minus 2s minus d 10 plus 2s plus d. Past esa 2s plus d 10 minus 2s minus d. Bu bilan bu qisqarib ketadi. Javobimiz shu. 10 plus 2s plus d 2s plus d. A plus b a minus b. A'ni ko'paytirsak a kvadrat plus ab minus ab plus b kvadrat. Taqsir a minus b a plus b. Ko'paytiruv endi bu tarafda ham xuddi shunday. A plus b a minus b. Hop, teskari qilib yozib shuni. Bu maxraj a minus b a plus b edi. Pastda esa a plus b kvadrat yoyib chiqamiz. A kvadrat plus 2ab plus b kvadrat. A kvadrat minus 2ab plus b kvadrat. Bu ikkalasi ketgan bo'lsa, bu yerdan bu ketgan bo'lsa, mana bu ikkalasi ketgan bo'lsa, tepada a kvadrat plus b kvadrat qoldi. Pastda esa 2a kvadrat plus 2b kvadrat qoldi. Qisqartirsak tepada 1, pastda 2. 19-savolda umumiy maxraj bu yerda b kvadrat bo'ladi. Bunga bdan b kvadrat plus ab plus b a kvadrat. Maxrajda esa 1 taqsim a minus b. Xo'p, bu ham b kub minus a kub bo'ladi. Endi teskari qilib yozamiz. Shunda b kub taqsim b kub minus a kub. Endi qiziq joyi mana bu bilan bu qisqaradi, bu yerda b minus a qoladi. B minus a bilan bu qisqaradi, bu yerda minus qoladi. Minus b kub degan javob bo'ladi. Faqat bu yerda b kvadrat degan taqsim b kvadrat ham bo'lishi kerak edi-da. Shu b kvadrat bilan qisqartirib minus b qoladi. Uni maxraj berganimizdan keyin. Plus minus 1. A javob. Hop, x, y raqamlar uchun shu o'rinli bo'lsa deyapti. Uni hisoblang degan. Endi bu nima degani bu? 3 ta bir xil. 11 ko'paytirgan x degani bu 11 111 ko'paytirgan y degani. Pastda esa 11 ko'paytirgan x, 11 ko'paytirgan y. Tepadan 111 olib chiqib ketsak, x minus y, pastdan 11 olib chiqib ketsak, x minus y. Javobimiz shu bo'ladi. Navbatdagi savolga o'tib olamiz. Bu yerdan endi nimani olib chiqib ketamiz? Bu yerdan x 4-si plus x kvadrat plus 1, x kvadrat plus x plus 1 va x kvadrat minus x plus 1 ga tengligini aytib o'tib ketamiz. Maxrajdagi bu bilan bu qisqarib ketadi-da, demak x kvadrat minus x plus 1 qoladi. Bu bilan buni qisqartirsak, bu yerda x kvadrat minus x plus 1 qoladi. Ikkalasidan bir xil narsa ayrilyapti. Ya'ni javobimiz 0. Chunki mana bundan buni ayirishimiz kerak. Ikkita teng narsani ayiryapmiz-da. Hop. X ni x uchinchisini a deb belgilaylik. Shunda x 6-si a kvadrat bo'lsin va x 12-si a 4 bo'lsin. Nima bo'ldi? A 4 minus 1, pastda esa a kvadrat plus 1 va a plus 1. Tepani yoyib yuboradigan bo'lsak, a kvadrat minus b kvadrat bo'ladi. A kvadrat minus b kvadrat. Pastdagi a kvadrat plus 1, a plus 1. Bu bilan qisqarib ketadi. Ikkalasi qisqarsa a minus 1 qoladi. Tamam. Endi bunga maxraj beradigan bo'lsak, bunga x dan, bunga x kvadratdan. Shunda nima bo'ldi? A minus 1 x kub minus 1 da. Shuni bo'lishimiz kerak ekan. Mana buni yozganmiz hozir. Suratda 1 plus x kvadrat taqsim x kvadrat dedi. Shuni teskari yozamiz bo'lib bo'lganligi uchun. Demak, bu yerga 1 plus x kvadrat desak, ko'paytiriladi x kvadrat tepaga. Bu bilan buni qisqartirsak x minus 1 qoladi. X kub minus x kvadrat degan javob bo'lar ekan. Buni qisqa ko'paytirish formulasi bo'yicha yozamiz. A kvadrat minus 2ab. A kvadrat plus a kvadrat plus 2ab. Maxrajda esa mana bu ikkita chekkan a minus b plus b deb yozib olsak, a plus b ni kvadrat. A kvadratga ketadi. Minus 2ab. 2a kvadrat 2ab. Pastdan a plus b ni olib chiqib ketsak, a minus b plus a plus b. Hop, tepadan minus 2ab va 2a ni olib chiqib ketsak, a plus b. Pastda esa a plus b va 2a.
Mana bular ketsa, minus 2a-ni o'zi qolar ekan. C variant. Xo'sh, bu yerda nima bu? 1 taqsim m kvadrati minus m. 1 taqsim m o'zi minus 1. Shunda 1 minus m kub taqsim m kvadrat 1 minus m taqsim m. M bilan ketadi. Bu bilan bu ketsa, bu yerda suratda 1 plus m kvadrat qoladi. Mahrajda esa m o'zi. Xatma-xat bo'laveramiz. 1 taqsim m plus 1 plus m. Mana bu ikkalasi yondasa 9 ga teng. 9 ga 1 qo'shsak 10. B variant. Hop, 5-savol. Endi buni yoyaveramiz mana buni. Ifoda ayniyat bo'lsa deyapti, a ning qiymatini toping. Demak, mana pastda ko'paytuvchiga ajratsak x plus 3 va x plus 1 bo'lishi kerak ekan. Demak, mahrajda qarang, x plus 1 qolishi kerak ekan. Demak, x plus 3 ketishi kerak ekan. X plus 3 ketsa, demak, buni ildizi 3 ga teng degani. Agar ildizi 3 ga teng bo'lsa, ikkinchisi minus 4 degani. Agar 3 bo'lsa minus 4 bo'ladigan bo'lsa, u holda x kvadrat plus x minus 12 degani bu. Demak, a 1 ga teng bo'lishi shart degani. Hop, x minus 3. Minus 3 bo'lishi kerak. Shunda 4 bo'ladi. Minus 3 4 bo'lsa, bu minus bo'ladi mana bu. A minus 1 ga teng bo'ladi ekan. Javob. Hop, ishora sal qolganda ketardi. Yaxshi. Tepadan tak. Endi buni nima qilamiz? Buni yozamiz. Tepani o'zi yozib olamiz. Mana shu turishni deylik. A deb belgilab, x deb belgilab olaylik. X plus past esa a taqsim 5 bo'ladi. Mahraj a taqsim 5 bo'lsa, bunga 1 taqsim a-ku 4 tadan bo'ladi. Bunga 3 tadan bo'ladi. Bunga 2 tadan bo'ladi. Bunga bittadan bo'ladi. Bunga esa bo'lmaydi. A ni 4-inchisi plus a kvadrat plus a kub a kvadrat plus a ko'rinishda plus 1 ko'rinishda bo'ladi. Tepada hammasidan a ni chiqarib olsak, mana bu yerdan. Yuqoridan hammasidan a ni chiqarib olsak, 1 plus a kvadrat a3 a4 bo'ladida. Mana bilan bu qisqarib ketib, tepaga chiqib a6 ni beradi. Ya'ni D variant. Endi bizdan savol so'ralyapti bu yerda. Ni qiymatini hisoblang degan savol ekan bu. Bitta mahraj berib olsak, bunga x, bunga x dan. Shunda x kvadrat plus 2 barobar 4x. X kvadrat teng bo'ladi 4x minus 2. X kvadrat o'rniga 4x minus 2 beraman. Pastda 2x minus 1 bo'ladi. Bo'lib olsak 2 chiqadi javob. 8-testimiz tahlil bilan tanishamiz demak. Bu yerda a kvadrat a plus 3 ga teng. Minus a plus 3 bo'lib o'tadi. Mana bu a kvadrat o'rniga qo'yib yuboramiz. Shunda a ni 4-inchisi plus 3 a plus 3 deb yozdik a kvadratni o'rniga. Qavs ochib chiqadigan bo'lsak, 3a plus 9 minus 16 demak a4 3a minus 7 bo'ladi. Aynan mahrajdagi bilan bir xil. Javobimiz C variant bo'lar ekan. Xo'p, a va b a va b musbat sonlar s d bo'lsa ni hisoblang deb savol berilgan ekan. Hop, endi bu yerda deylik a 2b ekan. S 2d ekan. Demak, a o'rniga 2b, s o'rniga 2d qo'ysak bo'lar ekan. Hop, qo'yamiz demak. A o'rniga 2b. 2b qo'ysak 4b bo'ladi. Plus s o'rniga 2d qo'ysak 6d bo'ladi. Pastda 2b, 3d. 2 ni qavsini tashqari chiqaradigan bo'lsak, 2b, 3d. Mahrajdagi bir aynan qisqarib ketadi. Javobimiz 2 ni o'zi bo'ladi. B variant. Xo'sh, navbatdagi savolda endi bu yerda xatma-xat bo'laveramiz. A naga bo'lsak 1, 3 taqsim a, keyin 2 ni b ga bo'lsak 2 plus 6 taqsim b minus 7 plus 12 taqsim c. Xo'p, 1 ga 2 ni qo'shib 3 ayirsak minus 4 bo'ladi. Minus 4. 3 qavsini tashqari chiqarsak 1 taqsim a, 2 taqsim b va 4 taqsim c bo'ladi. Endi bu 5 ga teng bizda. Hop, 3 ni 5 ko'paytirsak 15, 15 dan 4 ayirsak 11. Navbatdagi savol a kub plus b kubga bag'ishlanayotgan savol ekan. Demak, bu yerdan a ni kvadratini olib chiqib ketamiz. Shunda
a minus b bo'ladi. Bu yerdan b ni olib chiqib qo'ysak b kvadratni a minus b bo'ladi. Xo'p, ikkalasidan ham a minus b ni olib chiqib o'tadigan bo'lsak a kvadrat minus b kvadrat ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, endi mahrajga e'tibor qiladigan bo'lsak, mahraj a kub a minus b ni 3-darajasi ekan. Mana bu bitta ikkita qoladi bu yerda. Mana buni yozsak yana a minus b a plus b ko'paytirish formulasi bo'lganligi uchun yana bittasi ketadi. Xullas bu yerda a plus b taqsim a minus b ko'rinishda bo'lar ekan. Birinchisi tayyor. Endi ikkinchisini ham xuddi shu tartibda hal qilsak, menimcha unisi ham xuddi shunaqa bo'ladi. Faqat tepasi a plus b bo'ladi, tepasi a minus b bo'ladi, past a plus b bo'ladi. Xuddi shu tartibda ishlasak. Hop, mayli, ko'ramiz buni. Birinchi ishimiz tayyor. Buni o'chirib qo'yamiz. Tak, a kvadrat olib chiqsak a plus b minus b kvadrat olib chiqsak a plus b. Hop, a plus b ni 3-darajasi. Ikkalasidan a plus b ni olib chiqib ketadigan bo'lsak, a kvadrat minus b kvadrat taqsim a plus b ni 3-darajasi. Xullas, bu yerda ham a minus b taqsim a plus b hosil bo'lyapti. Endi ana ayirib tashlaymiz. A plus b a minus b dan ayiramiz buni. Hop, bu mahraj. Bunga a plus b bo'ladi. A plus b ning kvadrati. Bunga a minus b ning kvadrati. Mahraj desa a kvadrat minus b kvadrat bo'ladi. Hop, qavsni yozaveradigan bo'lsak agar a kvadrat plus 2ab plus b kvadrat minus a kvadrat plus 2ab minus b kvadrat taqsim a minus b yu a plus b. A kvadrat b kvadrat. Demak, tepa 4ab, pastda a kvadrat b kvadrat. A kvadrat minus b kvadrat. Hop, keyingi savolga o'tib olamiz. Keyingi savolda, tak, bunga x tadan, bunga y tadan. X plus y taqsim x y barobar 6x plus y. Bitta proporsiya qo'ysak, x plus y ning kvadrati 6xy. Endi qavs ochib oladigan bo'lsak, mana buni, bunga mahraj beradigan bo'lsak, x kvadrat plus y kvadrat taqsim xy bo'lar ekan. Shuni topishimiz kerak. Xo'p, buni qavs ochib olamiz. Qavs ochib olsak, x kvadrat plus 2xy plus y kvadrat barobar 6xy, 6xy bu tarafga olib o'tiladi. X kvadrat plus y kvadrat teng 4xy bo'lar ekan. Mana x kvadrat y o'rniga 4x kvadrat qo'yadigan, 4xy qo'yadigan bo'lsak, javobimiz 4 o'zi bo'ladi. Xo'p, 13-savol. 13-savol ham xuddi shu tartibda amalga oshirsak bo'ladi. Faqat bu yerda tak, b kvadrat o'rniga 9 minus a kvadrat deb yozsak bo'ladi. Demak, mayga 9 minus a kvadrat deb yozamiz. Hop, a kvadrat o'rniga endi teskarisi, 9 minus b kvadrat ko'rinishda bo'ladi. 9 minus b kvadrat yozamiz. Hop, 9 minus a kvadrat degani 3 minus a, 3 plus a degani. Va past esa a minus 3 degani. Tepa 3 minus b, 3 minus 3 plus b degani. Past esa b minus 3 degani. Bu bilan bu hisob bo'lsa 10 minus bo'ladi. Bu bilan bu hisob bo'lsa 10 minus bo'lib, plus bo'lib ketadi bu. Minus ta'sir qilsa minus 3 minus a plus 3 plus b. Demak, b minus a degan javob bo'lar ekan, C varianti. Endi mana qavs ochib olamiz. Bu qavs ochib olsak, a kvadrat b kvadrat plus c kvadrat plus 2ab plus 2ac plus 2bc barobar a kvadrat b kvadrat c kvadrat. Bularni yig'ishtirib tashlasak, demak, ab plus ac plus bc teng bo'ladi 0 ga. 0 ga teng bo'ladi. 2 ga bo'lib yubordik hamda bir yo'la. Hop, bizga ab plus bc nimaga teng degan? Ab plus bc. Mana shu ikkalasi nimaga teng? Ab plus bc teng bo'ladi minus ac ga. Buni o'rniga minus ac qo'ysak, minus ac taqsim ac, javobimiz minus 1. Bu variant. Xo'sh, endi x 6-sini a deb belgilab olsak, x 6-sini a desak, x 12-si nima bo'ladi? X 16-si bizda endi bo'ladi a kvadrat bo'ladi. X 36-chi? X a ning 6-darajasi bo'ladi. Xullas, suratda a ning 6-darajasi. Mahrajda esa a kvadrat minus a plus 1, a kvadrat plus a plus 1 barobar. Tepani yoyib yuboramiz. Tepani yoyib yuborsak, a kub minus b kubga ko'ra a minus a plus 1. Mana. Bu a kvadrat minus b kvadrat ko'ra birinchi yoyib yubordikda, endi buni yoyamiz. Hop, a kvadrat minus a plus 1, a kvadrat plus a plus 1. Mana bu ikkalasi qisqarsa
O'rni almashtirib qo'ydim. Xullas, qisqarsa a minus 1 qoladi. Bu ikkalasi qisqarsa a plus 1 qoladi. Demak, javobimiz a kvadrat minus 1, ya'ni x 12-si minus 1 qolar ekan. Ha, variant. 16-savol. 16-savolni hammasini bitta yoyib yuborsak bo'ladimi? Yoki ba'zilarini yoyamiz? Ha. Tak, a plus b plus c 0 ga tengligidan foydalansak, demak a plus b nimaga teng desa, a plus b minus c ga teng. Demak, bu mana minus c. Minus c ni 3-darajasi. Hop, b plus c nimaga teng? B plus c a bu tarafga olsak, minus a ga teng. B plus c minus a ga teng. Minus a ni yozamiz. Minus a ni 3-si. Hop, c plus a chi b minus b ga teng. Minus b ni 3-si. Demak, umuman hammasi minusini chiqarib oladigan bo'lsak, minus oldinga chiqsa a kvadrat a kub plus b kub plus c kub taqsim abc ko'rinishida bo'lyapti. Endi biza a kub plus b kub topmoqchi bo'lsak, mana buni bitta 3-darajaga oshirib boramiz. Faqat 3-darajaga quyidagi tartibda oshiramiz. A plus b barobar minus c deymizda. C ni bu tarafga olib 3-darajaga oshirib boramiz. 3-darajaga oshirsak a kub plus b kub plus 3ab a plus b barobar minus c kub. Minus c kub bu tarafga olib o'tadigan bo'lsak, a kub plus b kub plus c kub. Mana buni o'rniga minus c qo'yamiz. Chunki a plus b ni minus c ga teng deb aytdik. Bu tarafga plus bo'lib o'tadi. Ya'ni mana minus 3abc bu tarafga plus bo'ladi. Plus 3abc bo'ladi. Va buni o'rniga 3abc ni qo'yamiz. Qisqarib ketadi. Javobimiz minus 3 bo'lar ekan. Ha, minus 3 bo'lar ekan. Endi a plus b 0 ga teng emas debdi bizadan. O'rinli bo'lsa debdi a b ning qiymatini hisoblang. Xo'p, bu makhraj beradigan bo'lsak 3a plus 3b taqsim, ya'ni a plus b taqsim 3 teng bo'ladi. Bunga 4a plus 4b taqsim ab bo'ladi. Xo'p, bu bilan buni qisqartirib olsak, bu yerda 4 qoladi. ab teng bo'ladi 12 ga. Endi bu yerda ham do'stlar, 1/2 ni 1/8 ni a desak, 1/2 ni b desak bo'ladi. Shunda a kub plus b kub makhraj desa 3/6 nima deymiz? 3/6 2a deymiz. Buni 2b deymiz. Pastda 2a ni kvadrat, ya'ni 4a kvadrat minus 2 ko'paytirilgan mana bu 2a edi. 2a 2b plus 2b 4b kvadrat. 4 ni olib chiqib ketamiz qarsini tashqari pastda. A kvadrat minus ab plus b kvadrat. Surat bilan surat bilan a kub plus b kub bilan qisqartirib yuborsak, tepada a plus b ni o'zi qoladi. Qisqa ko'paytirish formulasiga ko'ra. A plus b bizdan nimaga teng? 1/2 ga 1/8 qo'shsak 3 bo'ladi. Past esa 4. 3 taqsim 4. Xo'p, kasr qisqaradigan m ning nechta butun qiymati bor deb savol bergan ekan. Demak, qisqarish uchun nima bo'lish kerak? X minus 2, x plus 2 ga hisobini oladigan bo'lsak, x 2 ga teng bo'lsa agar y 3 bo'lishi kerak. U holda m x kvadrat minus 5x plus 6 bo'lganligi uchun m minus 5 ga teng bo'lishi kerak. Birinchisi shu. Shunda mana 2 ga qisqargan bo'lardi. Minus 2 ga qisqaradigan bo'lsa, bu minus 3 bo'lishi kerakda. X kvadrat 5x bo'ladi, plus 6 taqsim x minus 2, x plus 2 bo'ladi. Ana, endi bu yerda m plus 5 chiqar ekan. M ning nechta butun qiymati mavjud? 2 ta. Xo'sh. Endi makhraj beramiz bu yerda ham. X kvadrat bo'ladi. Shunda x ni 4-si minus 1 taqsim x kvadrat, pastda ham xuddi shunday x kvadrat minus 1 taqsim x. Plus x ni 6-si plus 1 x 3 x 4 x kvadrat plus 1 taqsim x kvadrat. Mana shunaqa qilib misol hal qilindi. Xo'sh, endi bu bilan buni qisqartirsak, bu yerda plus qoladi. X kvadrat plus 1. Pastda esa x o'zi qoladi. Demak, birinchi qavsimiz, birinchi kasrimiz x kvadrat plus 1 taqsim x. Ikkinchisini ham buni qisqartirib yuboradigan bo'lsak, mana bilan buni qisqartiradigan bo'lsak, x kvadrat plus 1 qoladi. Buni ham qisqartirsak, bu yerda ham x qoladi. X kvadrat plus 1 taqsim x. Xo'sh. Endi nima qoldi? O'rta plyusmi? O'rta plyus ekan do'stlar. O'rta plyus bo'lsa, u holda x ga bo'lsak,
xullas 2x kvadrat plus 2 taqsim x. Shuni x ga bo'lib yuborsak 2x taqsim 2 taqsim x. Da javob. Xo'sh. Endi A bo'm maxraj beradigan bo'lsak, bunga A dan, bunga A B'dan, bunga B'dan, bunga A B'dan. Shunda A kub 6A kvadrat B kub 6AB kvadrat. Ana. Xo'p, A kub minus B kub teng emas ekan. Bir tarafga o'tib A kub minus B kub deb yozib o'ramiz. Bunusini esa 6AB kvadrat minus 6A kvadrat B. Bu yerdan endi yoyib yuboradigan bo'lsak, A minus B A kvadrat AB plus B kvadrat. Buniki esa 6 ni olib chiqib qo'ysak 6AB B minus A. Bu bilan buni qisqartirib yuborsak, faqat minusdan qoladi hozir. Bir tarafga olib olamiz. A kvadrat plus B kvadrat. Bu A ham bir tarafga olsa minus 7AB bo'ladi. Demak, mana bu minus 7AB bo'ladigan bo'lsa, AB bilan qisqarib ketib minus 7 qolar ekan. Xo'sh, maxraj beramiz. Bu maxrajda tepa esa bu qisqa ko'paytirish formulasiga tushadi. Ya'ni x minus 7y, x plus 7y. Pastda esa 7y minus x taqsim x va x plus 7y taqsim y. Mana. Bu bilan buni qisqartiramiz, bu bilan buni qisqartiramiz, minus bo'ladi. Minus x y. Xo'p, ikkalasini ko'paytir. Minus 3 taqsim 4, 2 taqsim 3. Minus 1 taqsim 2. Endi do'stlar, bu turdagi savolni qanday ishlaymiz? Ikkita tarafga ham A plus B plus C ni ko'paytiramiz. Bu tarafga 18 ko'paytiramiz. Chunki A plus B plus C bilan 18 teng ekan. Mana bu tarafga A plus B plus C ni ko'paytiryapmiz. Bu tarafga 18 ni ko'paytiryapmiz. Hop, ko'paytirsak A plus B plus C taqsim A plus B. A plus B plus C taqsim B plus C. A plus B plus C taqsim C plus A barobar 9. A plus B'ni A plus B'ga qisqartirsak 1 plus C taqsim A plus B. Bu yerda ham B plus C'ni B plus C'ga qisqartirsak A taqsim B plus C plus 1. Bu yerda ham C plus A'ni qisqartirsak 1 plus B taqsim C plus A barobar 9. Mana bu birlar bu tarafga olsa 6 bo'ladi. Demak, mana bu narsa 6 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, endi tak, mana buni T deb belgilab olaylik. Shunda bu 1 taqsim T bo'ladi. Ketdik. T desak. T plus 1 taqsim T barobar 2. Maxraj bersak T kvadrat plus 1 barobar 2T. T kvadrat minus 2T plus 1 barobar 0. Bundan T 1 ga tenglik kelib chiqadi. Agar T 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, biz A plus B, A minus B ni 1 deb oldik. U holda 1 ga tengligini oldik. Xo'p, A plus B teng bo'ladi A minus B ga. Demak, A lar qisqarib ketadi. 2B teng bo'ladi 0 ga. Demak, B teng bo'ladi 0 ga. B 0 ga teng bo'lsa, B lar qisqarib ketadi. Nima qoladi? 1 taqsim 1. 2 ekan javob. Xo'sh, endi maxrajni bir berib olishimiz kerak bo'lar ekan bunda. Past x ni 7-darajasi maxraj bo'lsa, demak 1 plus 1 taqsim x 1 taqsim x kvadrat va hokazo 1 taqsim x 7-si. Maxraj bersak necha bo'ladi? Bu x 7-si bo'ladi mana bu. Bunga x 6-si, bunga x 5-si, hokazo bunga 1. Xullas x 7-si, x 6-si plus va hokazo plus 1 taqsim x 7-darajasi bo'ladi. Hop, tepaga olib chiqib ketamiz. Tepaga agar olib chiqib ketadigan bo'lsak, mana buni ham yozib olsak bo'lar ekan. 1 minus 1 taqsim x 8-si bo'lsa, x 8-si minus 1 taqsim x 8-si deb yozsak bo'ladi. Hop, x 7 bilan x 8 qisqarib ketadi, x o'zi qoladi. X 8-si minus 1 taqsim x, pastda esa x 7-si plus x 6-si plus va hokazo plus 1 bo'ladi. Endi
Mana bu o'zi geometrik progressiyani eslatib turibdi. Hadlar soni 8 ta. Demak, birinchi hadi 1 bo'lsin. Mahraji x bo'lsin. 8 minus 1 taqsim x minus 1. X 8 minus 1 taqsim x. Bu bilan buni qisqartirib yuborsak, tepaga x minus 1 qoladi, pastda x qoladi. X minus 1 degani 0,1 degani ekan, 1 ayiramiz 0,1. Minus 0,9 taqsim 0,1. Javobimiz minus 9. Xo'sh, demak, do'stlar, 6-savol, ana 4-si. Ana 4-si. Buni bu tarafga o'tamiz. 34 minus 12a kvadrat bo'lsin. Hop, bu yerda endi a kvadratni qavsini tashqariga chiqarsak, a kvadrat minus 6. A kvadrat minus 6 bo'lish uchun bundan 36 ni ayiramiz. 34 dan ham 36 ni ayiramiz. Minus 12 taqsim a kvadrat. Xo'p, buni yoyib yuboramiz mana buni. A kvadrat minus 6, a kvadrat plus 6. Bundan 2 chiqadi, minus 2 va mahraj bersak, minus 2a kvadrat minus 12 taqsim a kvadrat. Hop, a kvadrat minus 6, a kvadrat plus 6. Minus 2 ni olib chiqib ketadigan bo'lsak, a kvadrat plus 6 taqsim a kvadrat bo'lar ekan. Bu ikkalasi qisqarib ketdi. Bu a kvadrat tarafga ko'paytirsak, a kvadrat minus 6 barobar minus 2. Biz aynan shuni so'ragandi. Minus 2 javobimiz. Tak, proporsiya qilib hisoblab olamiz. AB plus 3A, AB plus 2B. A bilan ketdi. 3A 2B ga teng ekan. Ya'ni A taqsim B 2 taqsim 3 ga teng. A bu 2x desak, B 3x desak bo'ladi. Hop, ketdik. Tepadan 2 ni olib chiqib bersak x plus 2, pastdan 3 olib chiqib bersak x plus 2. Tepadan 3 olib chiqib bersak x plus 2, pastdan 2 ni olib chiqib bersak x plus 2. 2 taqsim 3 qo'shilgan 3 taqsim 2. 13 taqsim 6. 13 taqsim 6. 13 taqsim 6. Endi 13 ni 6 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi. 13 ni 6 ga bo'lsak, 2 tadan 12, 1 yotda 0, vergul ochildi 1. Demak, bu javob. Aha. Ayniyat bo'lsa buni hisoblang debdi. Mahrajda demak x plus 3 qolish kerak ekan. X plus 3 bo'lsa, buni ko'paytuvchiga ajratib turamiz. X plus 7, x plus 4. 7 4 da mana bu. Minus 7 minus 4. Bu esa minus 7 3. X plus 7, x minus 3. Pas. X minus 3 x plus 3. Mana bu. Hop, demak, tepada x plus 2 ni o'zi qolish kerak, pastda x plus 3 o'zi qolish kerak. U holda bu bilan bu qisqarish kerak. Bu bilan bu qisqarish kerak. Demak, x plus 4 bilan mana x plus 4. Bu yerda 4 bo'l, x plus 4 ekan bittasi. Ya'ni minus 4 qo'ysak bo'lish kerak ekan bittasi. Nima yana ortiqchalik qilyapti bu yerda? X plus 4 o'zi. X plus 4 minus 2 bo'ladi ikkinchisi endi. Shunda x plus 2 plus x plus 4 bo'lsa, bu ikkalasi qisqaradi. Tepada x plus 2, pastda x plus 3 bo'ladi. Demak, bu 8 bo'lsa, bu 6 bo'ladi. 6 8. 6 8 yig'indisi 14. X ning nechta butun qiymatida son ifoda butun son bo'ladi debdi. Hop, bu yerdan x qavsini tashqariga olib chiqib ketamiz. Xatma-xat bo'laveramiz. X ning nechta butun qiymatida ifoda butun son bo'ladi. Demak, 3 ning bo'luvchilari nechta? Plus minus 1 va plus minus 3. Xo'sh. Jami 4 ta deymiz. Qaysi xalal bermaydimi? 0 bo'lsa to'g'ri keladi. Xalal bermas ekan. Ana endi do'stlar. Ana endi. Birinchi savolga to'xtalib o'tamiz. Birinchi savolga. Mana shu ikkalasining yig'indisi nimaga teng? Shu qiziq. 1 taqsim 1 plus 7 ning 20-chisi. 1 taqsim 1 plus 1 taqsim 7 ning 20-chisi. 1 taqsim 1 plus 7 ning 20-chisi. 7 ning 20-chisi taqsim 7 ning 20-chisi plus 1.
umumiy mahraj berdik, buni 7/20 bo'ladi va tepaga chiqadi bu. Javobimiz 1 ga teng. Mana shu ikkalasi yig'indisi 1 ga teng ekan do'stlar. Bu bilan buni yig'indisi ham aminmanki, bu ham 1 ga teng. Bu ham xuddi shunday 1 ga teng. Jami nechigacha kelyapti bu? 20 dan to o'rtada 7 ni o'zi qolar ekanda, demak. 7 ning 0-si qolar ekan. Demak, 20 uchun bitta 20 1 ga teng, 19 1 ga teng, 18 1 ga teng va hokazo. 1 2 ham 1 ga teng bo'ladi. 7 ni birinchisi ham 1 ga teng bo'ladi. 1 bilan -1. Faqat 7 0-si bu уже 1/2 bo'ladi. Chunki 1/1 + 7 0-sida bu. 1/2. Nechta bo'ldi bu yerda? 20 ta bo'ldi, 20,5. Xo'sh. Endi nima? Aha. Bu yerda do'stlar, bizdan nimani so'ragan? X, Y ni Z. Tak. Bitta X, Y, Zlarni topib o'rniga qo'yib hisoblab tashlasak bo'larmikin? Bo'ladi. Ketdik. Xo'p, X ni topsak, X nimaga teng? B, tak, tepa. Ko'paytiramiz. X - 1 A ga bo'lamiz, keyin 1 ni qo'shar ekanmiz. Shunda A + B + C taqsim A bo'lar ekan. Y-chi A + B + C taqsim P bo'ladi endi. Z esa A + B + C taqsim C bo'ladi. Ko'paytirishimiz kerak ekan. Ko'paytirishimiz shart ekan. Xo'p, ko'paytirsak X bilan Y ko'paytirsak nima bo'ladi? A + B + C ni kvadrati taqsim AB. A + B + C ni kvadrati taqsim AC. A + B + C ni kvadrati taqsim BC barobar 1000. Yaxshi. Bizada bu 1000 ga teng bo'lsa, nima? A + B + C ni topdik. Ana umumiy mahrajni bitta berib yuborsak bo'ladimi? Mahraj. Mahraj bo'ladi, nimaga bo'lmasin? Mahraj bo'lsa tek hammasiga A, B, C bersak. Bunga nimadan? Bunga C dan, bunga B dan, bunga A dan. Hammasidan chiqarsak, A + B + C ni kvadratini chiqarsak, qavsida yana A + B + C qolar ekan. Mahrajda esa A, B, C bo'ladi mana. Barobar 1000. Kubi bo'lyapti mana bu. Bu 27. A + B + C ni kubi 27 1000. A + B + C 27 dan 3 chiqadi, bundan 10 chiqadi, javob 30. Tak, keyingi savol. Bu ikkalasini qo'shsak nimaga teng? 2 taqsim 1 - x kvadratga. Keyingisi bilan qo'shsakchi? 4 taqsim 1 + x 1 - x to'rtga. Keyingisiga qo'shsakchi buni? 4 taqsim 1 + x to'rtni. 8 taqsim 1 - x 8ga. Keyingisini qo'shsakchi? 16 taqsim 1 - x 16ga. Kasr quyidagi sonlardan qaysi biriga qisqarishi mumkin debdi. Demak, qisqarish uchun e kubini topishimiz kerak ikkalasini. 5n + 14 bilan 4n + 9 ikkalasini e kubini qisqartiramiz. Xo'p, ayirma Evklid usulidan foydalansak bo'ladi. 5n dan 4n ni ayirsak. 4n ni o'zini yozib turamiz mana bu yerga. Va 5n dan 4n ni ayirsak n, 14 dan 9 ayirsak 5. Kichkinasini ayirib yozib ketaveramiz. Xo'p, endi 4n dan n ni ayirsak 3n, 9 dan 5 ayirsak 4. Buni kichkinasini olamiz. Mana bu kichkinasi n + 5. Yana bir-biridan ayiramiz. 2n - 1 bo'lyapti ayirsak va bundan ham kichkinasini olamiz n + 5. Yana ayirsak 2n dan n ayirsak n va -1 dan 5 ayirsak -6. n + 5. Endi ikkalasidan mana bu kichkina bo'lib turibdi. Buni ayiramiz. N dan n ayirsak 0, 11 va n -6. Demak, bu e kubi topish, demak, e kubi 11 ga teng bo'lishini bilishimiz mumkin. Uning uchun n necha bo'lishi kerak? Qaysiga qisqarish kerak debdi. 11 bo'lishi kerak ekan. Chunki e kubi chiqish uchun mana bu son albatta 11 ga bo'linishi shart.
11 boshqa tub ko'paytuvchiga ajratib bo'lmaydi. S javob 11. 11 ga qisqarishi mumkin ekan. Endi keyingi savol. Xo'sh, umumiy makhraj beraveramiz. 1 minus AB taqsim A barobar -9 ga. AB minus 1 taqsim B barobar 27 ga. Xo'p. Endi 1 minus AB nimaga teng desa, -9A ga. Bu-chi? 1 minus AB nimaga teng desa, -27B ga. Xo'p, ikkalasi teng bo'lsa, demak A teng bo'ladi 3B ga. Ani o'rniga 3B qo'yamiz. Mana buni o'rniga 3B qo'ysak, buni o'rniga ham 3B qo'ysak bo'ladi. Tepa 5B, past B. Demak, javob 5. 15-savol. Demak, ikkita tenglik berilyapti. N qiymatini hisoblang. Aytaylik, ikkinchi tenglikni 2 ga ko'paytiramiz. Birinchi tenglikni o'zini yozamiz. 2 ga ko'paytirsak bu 6 bo'ladi, bu 4 bo'ladi, bu 2 bo'ladi, bu 4 bo'ladi. Bu ikkalasini qo'shamiz. Bu ikkalasini qo'shamiz. Bu ikkalasini qo'shamiz. Bu ikkalasini qo'shar ekanmiz. Shunda tepa 11xy, 11yz, 11xz barobar 3 minus 4 taqsim 5. 11 taqsim 5 bo'lar ekan bu. 11 ga qisqartirib yuborsak bo'ladi. 11 ga qisqartirib yuborsak 1 taqsim xy, 1 taqsim yz, 1 taqsim xz teng bo'ladi 1 taqsim 5 ga. Umumiy makhraj bersak. Xo'p, tepa uchun x z ekan, buning uchun x, buning uchun y ekan. Demak, x plus y plus z makhraj uchun esa x, y, z 1 taqsim 5. Bizdan shu teskarisi so'ralgan ekan. 5 degan javob olamiz. 16-savol. 0 dan farqli x, y sonlar uchun ifoda ma'noga ega emas. Ning qiymatini hisoblang. Ma'noga ega emas degani x minus 2y barobar 0 degani. Ya'ni x 2y ga teng degani. Makhraj 0 bo'lib qolishi mumkin emas. Xo'p, tepa nima bo'ladi shunda? 2y, y. Past 2y ni kvadrati, 2y ni kvadrati. Tepa 2y kvadrat, past 4 bo'lsa 6y kvadrat. Javobimiz 1 taqsim 3. Xo'sh, keyingi savol. Bizdan savol so'ralyapti. Xo'p. X plus 3y nimaga teng desa, 6a ga teng deymiz. 3 bitta ko'paytirib yubordik. X plus 2z minus y nimaga teng desa, buni ham ko'paytiramiz. 6b ga teng deymiz. Bitta qo'shib yuborsak, 2x, 2y, 2z teng bo'ladi 6a plus b ga. 2 bo'lib yuborsak, x plus y plus z teng bo'ladi 3a plus 3b ga. Demak, mana bu 3a plus 3b chiqyapti. A plus b ga bo'lib yuborsak, javobimiz 3. Navbatdagi savol. Demak, a plus b 30 ga teng ekan. Xo'p, a plus b 30 ga teng bo'lsa, bizda a minus 11 va b minus 19 berilgan ekan. Endi bundan xulosa. Xo'sh. Ani topadigan bo'lsak, 30 minus b bo'ladi. Mana ani o'rniga qo'yamiz 30 minus b. Shunda 11 bilan bu ketsa, 19 minus b bo'ladi. Ko'p. Past esa b minus 19 ni kubi. Javobi 0 ga teng, chunki ikkalasi qarama-qarshi son. Xo'sh, keyingi savol. Mana buni yoyib yuboramiz. Tepadan 8 olib chiqamiz. X minus 3. Pastga yoyib yuborsak, x minus 3, x kvadrat plus 3x plus 9. Bu bilan bu ketadi. X kvadrat plus 3x nimaga teng? 1 ni bir tarafga olib o'tsak, x kvadrat plus 3x barobar 1. Tepa 8, past 1 bo'lsa, 1 ga 9 qo'ysak 10. Va so'nggi savol 20-savol bo'ladi. A plus B plus 4 demak 0 ga teng bo'lsa,
to'g'risini bir tarafga o'tamiz. -4 bo'ladi. 3-darajaga oshirib yuboramiz. -64 s kub. Oshirib yuborsak, a kub b kub plus 3a plus b -64 s kub. Mana bu -4 ni beradi. Shunda a kub plus b kub plus 64 s kub barobar. Buni -64 bu tarafga plus qilib o'tkazdik. Mana buni hammasini bu tarafga olib o'tdik. 12 abs. Demak, buni o'rniga nima yozamiz? 12 abs yozamiz. Xo'p, a plus b nimaga teng? -4 ga teng edi bu. Ikkalasini s'larni qisqartirsak va 4 ni qisqartirsak 3 qoladi. -3 ab.